5.200.000 villamizni obzoriga kelamiz. Eshigini qaranglar, bu 5 metr balandlikdagi eshik. Kirishimiz bilan bizani katta hol kutib oladi. Umumiy 5 ta spalnisi bor. Mana shu katta holda e'tibor berayotgan narsanglar devorlar xuddi shunaqa отделкали topshiriladi, lekin mягкий mebellar bo'lmaydi. Endi eng menga yoqgan tomoniga o'tamiz. Bu, конечно же, judayam редкость bo'lgan katta territoriya tashqarida. O'zimizni mana shunaqa bog'imiz bo'ladi. Men bu yoq tomoni ham judayam katta, собственный basseynlarimiz. Villa uchun bunaqa katta basseyn bu просто idealniy narsa. Ichlarini ham ko'ramiz. Hozir o'zingizga judayam yoqadi, ishoninglar. Mana shunaqa judayam katta bizani o'zimizni territoriyamiz bo'ladi, собственный. Hamma narsamiz собственный bo'ladi. Bu yoqda farzandinglar cho'miladi mazza qilib, u yog'ida o'zinglar cho'milasizlar. Bu yoqqa kirishimiz bilan holda birinchi etajimizda bitta spalni, uni скорее всего mehmonlarimiz uchun qilib qo'yamiz. Oshxona qismlari bo'ladi. Kirganimizda mehmoninglar kelganda o'zlarini garderoblarini qo'yishga joy bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli, prostorniy spalnisi bo'ladi. Mazza qiladi mehmoninglar. Sizlarnikiga mehmonga kelsa, opanglar, ukanglar, sininglar, sizlarnikiga Birlashgan Arab Amirliklariga mehmonga kelganda. Bu yog'ida har bitta detalini ko'rsatamiz obzorda. Mana shunaqa o'zini гостевой санузелini, mana bu yerda ham territoriyasi juda ham kattagina. Именно гостевой санузел uchun razmerli katta juda ham. Dальше o'tamiz. Bu yoqda bo'lsa, mazza qilib, oila bilan yig'ilib, ota-onanglar bilan, o'rtog'inglar bilan, mehmoninglar bilan kofelarni damlatib, xizmatkoringlarga mazza qilib, kofe ichib, gaplashib o'tiradigan zona bo'ladi. Bu yoqda oilaviy, siz bu yoqda o'tirasiz, o'ng tomoningizda, chap tomoningizda oila a'zolaringiz mazza qilib, oilaviy yig'ilib ovqatlanadigan zonanglar bo'ladi. Oshxonani qaraydigan bo'lsak, juda ham katta oshxona, o'zini astrovoklari bilan texnikani o'zinglarni vkusinglarga qo'yasizlar. Qolgan mebeli hammasi встроенный уже bo'ladi. Va eng muhim narsa bu yoqda bu, конечно же, yopiq oshxona. Ya'ni back deyiladi. Bu yoqda o'zinglarni уже поваringlar yoki xizmatkoringlar ovqat tayyorlab beradi. U yoqga самое главное hidi chiqmaydi. Конечно же, bunaqa villada yashaganimizdan keyin xizmatkorlarimiz bo'ladi. Xizmatkorlarimizga отдельный o'zini, sizlardan uzoq bo'lgan отдельный o'zini xonasi bo'ladi. Bu xizmatkorlar uchun отдельный xona, xizmatkorlar uchun отдельный o'zini санузели bo'ladi. Sizlarnikidan, конечно же, foydalanmaydi. Bu eshikdan o'sha сразу dvorga chiqib ketsa ham bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz. E'tibor beringlar, har bitta detaliga. Devorlarimiz mana shunaqa dekorativniy devorlar bo'ladi. Просто oq обшивкали devorlar emas. Bizda yaxshi ko'raman deyman shunaqa zinalarni. Просто roskosh. Zinadan chiqishimiz bilan bizani, конечно же, mana bu katta eshigimiz uni orqasida shunaqa chiroyli lustra kutib oladi. Demak, tepada bizda yana 3 ta spalnimiz bo'ladi. Birinchisi kichkina spalnya. O'zini garderob sanuzellari bilan mana shunaqa spalnimiz. Bu ichkari dvorga qaraydi, ya'ni bu yoqqa qaraydi. Конечно же, boshqa qo'shnilarimiz villalarga qaragan bo'ladi. Bu birinchi spalnimiz. Endi уже средний spalnya. Razmeri bo'yicha sredniysi
Buni, конечно же, o'zinglarni eng katta farzandingligi qilib berasizlar. Mana shunaqa spalnisi o'zini katta terrasasi bilan, maza qilib toza havoda o'tiradigan zonalari bilan bu yog'iga o'tamiz. Garderob. O'ng tomonda, chap tomonda garderob bo'ladi. Kiyimlarda umuman muammo bo'lmaydi. Bu yoqqa kirganimizda qarang, dushovaya kabina alohida. Bu yog'ida unitaz qismi alohida ikkitali. Bu yoqda vannay komnatamiz. Yokida o'zingizlar er-xotinga bu spalnini qilsanglar bo'ladi. Ota-onaga nargi spalnini qilsanglar ham bo'ladi. Yana bitta spalnimiz. Bu уже по счету pastda bitta, tepada ikkita ko'rdik. Yana bitta kichkina spalnimiz. Bu уже farzandinglar uchun bu spalnini qilib berasizlar. O'g'il farzand, скорее всего bo'lsa yoki qiz farzandinglar bo'lsa, bemalol qilib berasizlar. Katta spalnimiz. Bu уже mani spalnim. Bu katta spalnimiz. Bu imенно uglovoy joylashgan. Ham ichidagi o'zimizni bog'imizga, basseynga ham qaraydi, tashqariga ham qaraydi. Uglovoy bo'lgani uchun o'zini lichniy bu yoqda ishlab o'tiradigan yoki telefonda gaplashib o'tiradigan zonamiz bor. Garderobi ham kattagina. Men o'sha o'zimni tasavvur qilyapman bu yoqda yashayotganimni. Bu yoqda o'sha тоже sanuzel qismi ham ancha kattaroq bo'ladi. Bu yoqda dushovoy, bu yoqda unitaz, bu yoqda vannay qismi. Villamizni narxini eshitdinglar, 5.200.000 dan boshlanadi. Именно shunaqa 5 bedroomli villalarimiz. Xohlasanglar o'zini собственный plaji bilan ham bor. Narxi sal boshqacha bo'ladi. Xohlasanglar 4 ta bedroomlisi ham bor. 5.200.000 dan sal arzonroq xohlayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa raskoshniy uylarda o'zinglarni raskoshniy hayotinglarni yashasanglar bo'ladi. Aplatasi bo'yicha, bitishi bo'yicha, plan aplata bo'yicha o'sha hammasini lichni gaplashamiz. Izohlarda yozib qoldiring. Shunaqa villada o'zingizni qolgan umringizni o'tkazgan bo'larmidingiz?